Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlarga uyingizni qo'riqlaydigan odam yasashni o'rgatib qo'yaman. Videoga like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Qani unda ketdi. Mana do'stlar, men kartaga kirib oldim. Sherigim Linani ham kutyapman. Qani u kirarmikan? Qani u? Hozir mayli, biroz muddat kiramiz, kirishini kutamiz. Mana kirdi. Va endi ikkalamiz qo'riqchi yasashni ko'rsatamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalarni ham qo'yib ko'rsatib beramiz. Siz avvalo ozroq uycha, kichkina bo'lsa ham uycha qurib oling. Biz esa uycha qurmaganimiz uchun biroz qurib olamiz va videoni davom ettiramiz. Mana biz Lina bilan uy qurib oldik. Endi ahamiyat bermaysizlar, uy kichkina. Sizlarga ko'rsatib berish uchun kichkinagina uy qurib oldik. Bizga kerakli bo'ladigan narsalarni hozir sizlarga ko'rsatib o'tiraman. Mana bunaqa mayda eng tepada bo'ladigan oq olamiz. Ikkinchisi mana bunday anavi qovoq kerak bo'ladi. Mana shu ikkalasi, boshqa hech narsa kerak emas. Xohlasangiz, mayli, xohlasangiz keyin ko'rsataman. Ikkita qurib olamiz. Ana Lina qurganda ikkita, yonga bitta, narigi yonga bitta. Xuddi mana shu ko'rinishga kelgandan keyin ustiga bitta qovoqni qo'yamiz. Va mana bu hozir o'rmonga qaragani uchun qayoqqa ketyapti? O'rmonga ketyapti. Chunki bu o'rmonni qo'riqlaydi. Hozir siz mana shunday qilib turib uyingizga qarab tursangiz, ana ko'ryapsizmi? Nima kelsa ham bu ularni o'ldirib tashlayapti. Mana yasadim. Hozir sizlarga tuxum olib ko'rsataman. Mana zombi tuxumi. Ana bizni o'ldirmayapti, faqat zombilarni o'ldiryapti. Xohlasangiz mayli jonni turib ko'rsatib o'tishim mumkin. Balki kattasidir. Xohlasangiz mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Buni olib, tepasiga ham qo'yib, bunga o'tkazasiz. Keyin mana ikkita qizil qo'yasiz. Bo'lega uyini qo'riqlashga ham yaxshi bo'ladi-da. Mana mayli, sizga jonli qilib ko'rsatib beraman. Qani unda ketdi. Mana sizga aytganimdek jonli kirdim va mana qo'ziqorinni bosamiz. Bitta xuddi shunday yaratildi mana. Qoyil, bu akaxon menga teginmayapti. Kiryapti. Bular uyni qo'riqlaydi. Umuman bizga teginmaydi. O'zingiz ko'rganingizdek. Xohlasangiz mana ishonch hosil qilib berdim. Uyga zombi keladigan bo'lsa, masalan, mana zombi kelyapti, meni yemoqchi, bu yeyishiga qo'ymaydi. Yeb olib ketib qoladi. Sizlarga bu yaxshi video yoqqan bo'lsa, meni kanalimga podpiska va like tugmasini bosib qo'yishingizni unutmang. Ko'rishguncha, keyingi videolarga ko'rishguncha, xayr.